Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh. Rabboniyligini anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 15-majlis. Shayx Abdulqodir 545-yili Jumadus soniyning 11-kuni ertalab madrasada hamd va sanodan keyin aytdilar: Buyruqni bajar, qaytarilgandan qayt. Ofatlarga sabr qil. Ixtiyoriy amallarini bajar. Shunda ijtihoding tufayli Allohdan tavfiqni talab etishda amal qilguvchi deb nomlanasan. Hozir bo'lgan taklifni tark qilish amal eshigidir. U sendan amal qilishni talab qiluvchidir. Allohdan so'ra. Uning huzurida o'zingni xor tut. Hatto senga toat sabablarini tayyorlab beradi. Agar u sen uchun bir ish xohlasa, unga seni tayyorlab keyin buyuradi va tavfiq beradi. Amr zohir, tavfiq botin, gunohdan qaytish zohir, undan saqlanish uning tavfiqi bilan bo'ladi. Menga aql, sobitlik, niyat, qasd bilan kelinglar. Tuhmatni ketkazish va yaxshi gumon mendadir. Batahqiq aytgan narsalarim sizlarga foyda berdi. Uning ma'nolarini tushundingiz. Ey meni ertaga muttaham sanovchi, senga mendagi hamma narsa ravshan bo'ladi. Mendagi narsani siqib chiqarmagin. Qalbing bo'ysunib g'olib bo'lasan. Dunyoning og'iri boshimda, oxirat og'ushi va Alloh bergan qiyinchilik qalbimdadir. Menga kim yordam beradi? Kim yaxshi bo'lsa menga yaqinlashadi va Allohdan boshqadan yordam so'rashga muhtoj bo'lmaydi. Alloh azza va jallaga hamd aytgan kishi undan boshqaning yordamiga muhtoj bo'lmaydi. Insonlar bilan chiroyli muomala qiling. Ular sababli yer turadi. Sizlarni shirk, munofiqlik va riyo bilan qilgan qaysi amalingiz saqlab turibdi? Allohim, mening va ularning tavbalarini qabul qil. Meni va ularni g'aflatdan uyg'ot. Menga va ularga rahim qil. Qalblarimiz va a'zolarimizni o'zing forig' qil. Amin. Ey farzand, amal eshigida sobit tur. Chunki amalingdan va hokazo narsalardan so'ralasan, shuni bilki, tavfiq amalni talab qilish bilan yuzaga keladi. Amalning egasi Allohdir. U seni ibodatga buyurdi va tavfiq undandir. Senga voy bo'lsin. Sen insonlardan qo'rqib, umid qilib nafsingni chegaralading. Bu chegarani yo'qotib, Robbingning xizmatida qoyim tursang, Allohning huzurida xotirjam bo'lasan. Dunyodan, uni shahvatlari, ayollar, undagi jamiki narsalaridan nafsingni, qalbingni asra. Yuqoridagi sifatlar senda mukammal bo'lsa, Allohning nazdida zohid deb nomlanasan. Modomiki kuching va qo'lingdagi narsaga suyanar ekansan, senga g'aybdan biror narsa kelmaydi. Ba'zilar aytganidek, cho'ntakda biror narsa bo'lsa, g'aybdan hech narsa kelmaydi. Allohim, odatlar, havolar, havas bilan bir narsada to'xtab turish va sabablarga suyanishdan sendan panoh so'raymiz. Barcha holatlardagi yomonlikdan panoh so'raymiz. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Baqara surasi 201-oyat. Shuning bilan 15-majlis nihoyasiga yetdi.